Boy bo'lish uchun diplom kerak emas. O'tgan safargi videomdan keyin davomini olishga qaror qildim. Tez gapirishga harakat qilaman. 3 minutga sig'ish kerak hamma gap. Hop, o'zi bizni boylik haqida tushunchalarimiz sal noto'g'ri ekanda. Misol uchun biz bitta yaxshi mashina olib, iPhone'da bir oxirgi versiyasini ishlatib qolsak, o'zimizni boy hisoblab qolyapmiz. Komfort zonada o'zimizni his qilib qolyapmiz-da, haligi o'sishdan to'xtab qolyapmiz. Boylik deganda biz dunyoning eng boy odami bo'lish haqida o'ylashimiz kerak. Eng boy odamlar qatorida turish haqida o'ylashimiz kerak-da. Hozirgi kunda boylik, pul juda katta narsani hal qilib yuboryapti-da. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Amerika davlati Venesuela prezidenti Maduroni u haqidagi ma'lumotlar uchun 50 million dollar pul mukofoti taklif qildi va shuni natijasi o'laroq 3 soat ichida Venesuela davlatiga kirib, u davlat rahbarini olib, o'g'irlab chiqib ketishdi. Yana nima haqida? Elon Muskda o'tgan yili Trump saylovda g'olib bo'lish uchun sarflagan pullar haqida gapiraymi? Elon Musk o'tgan yili o'zining tarafdorlarini Trumpga ovoz berishlari uchun 250 milliard dollar pul sarflab yuborgan. Hammasini pul hal qilyapti. Siyosatni qo'yib turaylik. Mana o'zimiz oddiy hayotdan oladigan bo'lsak, uylanmagan yigitlar o'zini kelajak fundamentini qo'ymagan bo'lsa, bir ishda do'ndirib qo'ymagan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda bir puli bo'lmaydigan bo'lsa, yaxshi qiz topish qiyin bo'lib qoldi. Endi siz aytishingiz mumkin-da, harakat qilyapmiz-ku, tinganimiz yo'q-ku, nima o'lib ketaylikmi endi pul deb aytishingiz mumkin. Yo'q, o'lib ketish kerak emas. Bu yerda muammo fikrlashda, o'ngda. Ya'ni yaqinda bitta zo'r gap eshitib qoldimda. Bitta odamni bir oyda 1000 dollar topish uchun ham, 10 ming dollar topish uchun ham, boring ana 100 ming dollar pul topish uchun ham bir oy ichida bir xil energiya, bir xil kuch-quvvat, bir xil vaqt ketar ekan. Endi qarang, buni oddiyroq qilib tushuntiraman. Bitta ishxonada ishlaydigan odamlarni Gentra olaman deb harakat qilayotgani bilan Lamborghini yoki Ferrari olaman deb harakat qilayotganini ishga bo'lgan yondoshuvi va natijalarida farq bo'ladi, juda katta farq bo'ladi. Ya'ni kimdir har kuni o'zining ishiga boradi, yaxshi ishlab qaytib keladi, kuni o'tadi. Boshqasi bo'lsa, boradi, o'zining ustida ishlaydi, yangiliklar qilishga, ishini osonlashtirishga harakat qiladi. Bittasi o'sishda davom etadi, bittasi bir xil tempda yashab ketaveradi. Shuning uchun biz baland marralarni ko'zlashimiz kerak. Dunyoning eng boy odamlari bo'lishni o'ylashimiz kerak. Endi aytishingiz mumkin-da, yaxshi yashayapmiz-ku, yonib, kuyib nima qilasan deb. Do'stim, ota-onangiz, oilangiz yaxshi komfortni yashash uchun ham, bolalaringiz yaxshi maktablarda o'qish uchun ham, ota-onangizni bir yaxshi sanatoriyalarda dam olishligi uchun ham, ularni o'zlari xohlagan davlatlarga sayohatga yubora olishingiz uchun ham, yana mahallangizda qiynalgan odamga yordam bera olishingiz uchun ham, yana nima desak, yaxshi ko'rgan odamlaringiz ular xohlagan narsani olib bera olishingiz uchun ham, boring yana kayf qilib yashashingiz uchun ham pul kerak. Endi biz ham bir tug'ilib, bir narsani qoyil qilmasdan, bir insonlarga nafimiz tegmasdan, yaqinlarimizga foydamiz tegmasdan yashab bo'lib ketavermaymiz-ku, to'g'rimi? Bir narsalar qotirib tashlaylik. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyaga plus belgisini yozing. Keyingi safar o'yinda qanday rivojlantirish va keng fikrlash haqida video qilaman.